Tibetlarning qurilmasi aslida qoida bo'yicha aytgan chog'da barliq huquq Dalai Lamaga markazlashgan bir ruhoniy bir jamiyat. Ularning hukumatini bir hukumat deb ketolmaydigan bir ruhoniy hukumat. Ya'ni undaq aytgan chog'da bir masjidningki siyosiy qurilmasiga o'xshab ketadigan bir tal imom bor, hamma gap shuni hisob. Qolgan mazin xotib deganlar bo'lsin bo'ladigan va yoki imom xohlagan belgilisi bo'ladigan bir ishlar shakldagi butun huquq ash masjidning imomiga bog'langan bir xil shakldagidek barliq aslidagi Tibet hukumatining huquqi shu Dalai Lamaga markazlashgan. Chunki bu diniy doiy bo'lgandan keyin boshqa odamlar g'impan qilolmaydi buni oldida. Ammo hozirgi Tibet hukumatining qurilmasiga qarab baksak, biz zamonaviy davlatlardagi, demokrat davlatlardagi huquq uchga ayirib etilgan. Ya'ni biz izchil ta'kidlayotgan o'ng tarafga qarasak sud, o'tirg'iga qarasak parlament, so'l tarafga qarasak hukumat, bu uch narsadan ayirib etilganligini ko'ramiz. Navbatda bo'layotgan Mao Zedong, ya'ni bosh ministrning parlamenti bu Kashag, ya'ni bu Tibetlarning hukumat degan atalg'usi ekan. Bu o'zining tili bilan Kashag deb atar ekan. Hozirgi o'qish yurgizayotgani Lobsang Sangay. Bu qonun doktori ekan Amerikada. Buningki bir yordamchisi va diniy yordamchisi, buningki diplomatiya ishlariga, ishga aloqa ishlariga mas'ul bo'lib turayotgan. Bu asosan diniy xodimlarni o'zi yordamchi qilib turibdi. Unisi bu ko'proq Mao burungi Kashaglar ekan, Mao Tibet hukumati qaytib chiqqan vaqtdagi hukumatlar, ama ostidagisi Lobsang Sangay hozirgi hukumatning beshligisi. Ondan hozir diniy jamiyatlardan chiqqan rahbarlar va bunga yordamchilik qilayotgan kolon deb atilgan. Ya'ni prezident yordamchisida hesabda davlat ishlari kadriga o'xshash odam bu hamda. Endi o'tirg'iga qarasak, hozir biz Tibetning parlamentiga qaraymiz. Tibet parlamentida bizlar rais degan bir gapga qarab parlament raisi deydigan. Amaliyotda parlamentda rais bo'lmaydi ko'p hollarda, parlamentda speaker bo'ladi. So'zchi ya'ni. Chunki parlamentda bir odamning gapi gap bo'lmaydi. Parlamentda ko'p sonli odamning gapi gap bo'ladigan boshqa u yerda raisning bo'lishning o'rni yo'q. Faqat u yerda bir riyosatchi. Riyosatchi o'xshaydigan bir speaker bo'ladi endi. Bir bayonotchida. So'ng bu parlamentning bayonotchisi, o'rinbosar bayonotchisi andın şu ast tarafı resmimi bakan, bularning bir binosi var Tibet parlamenti deb men borgan Hindistondagi vaqtimizda. Bularning bir binosi var Tibet sürgün hukumatining parlamenti deb. O 40 necha odam kecha kunduz aşağıda yig'ini ichib, uni muzokara qilib o'tirdi ekanda, 40 odam hech qilmay aşağıda muashilib muntazam bir ishni muzokara qilgandan keyin bu yerda xili masalalar tartibga solinib ketadigan gap ekan. O aşağı Tibetning aqlan bir o'xshamda. Ya aqlan bir o başka Tibet institutda bular yana maxsus ziyolilardan ayrim aqlan bir qurdi. Ma parlament bu belat bilan bo'ladi-chu. Şoň bu yerda mollanmı ba, savadsızmı ba? Yani uçur almashtirib turadigan, qanday qilish to'g'risida maslahat bilan qilib turgan kengashkinda hesabda bizdiki. Shunda qaraq, hozir yana bu parlamentning qurilmasi haqida yana to'xtalamiz. Endi bu yerda muhim bir masala, bu Tibetlarningki qonuniy sistemasi, ya'ni sud mahkamasi. Tibetning qonuniy sud mahkamasida bosh sudchi va bosh sudchi tarafidan tashkillangan saylam komiteti var. O saylam komiteti vaqtli organ bo'lgandan keyin bu sud mahkamasi saylam komitetini bekitdi. Hem saylam komitetida xizmatda olgan odam, sud mahkamasida xizmatda olgan odam mangu hukumat xizmati bilan shug'ullanmaydi, sekyonga kirolmaydi-da. Shu bosh ministr mush 3 sistemni ayirib etilgan. Parlamentga kirgan odam sudchi bo'lolmaydi, hukumatga kirgan odam sudchi bo'lolmaydi. Sudchi degan gap peshonangizga tam urilgandan keyin umringizning oxirida sudchi bo'lasiz va yoki suddan chiqib ketib qolsangizmi, siz hech qanday ish aralashmaysiz siyosatga. Fakat ovoz berish salohiyatingizdan boshqa saylanish salohiyatiniz bo'lmaydi ekanda. Unda taqsim qilishda odamlarning zapas miqdorining ko'pligidan shunday bo'lgandimi qandaq? Bu bizda hozir mushab amalni tiklab qo'yib, uningga deymiz, do'konni qurib qo'yib, keyindan uningga amalda izlab tanilmagan to'q qolmaydi ekan-ku, amal taqsim qilib. Shunga deyman, ba'zi agar onda mushni chiqsang, bu yerdan chiqqandan keyin faqat boshqa ish qilmay. Ya lekin bu aqalli bo'lishi kerak bu sistema. Az bo'lsa-mu, ko'nlar bir yapag'i qushqash kichik bo'lsin, 7 a'zosi to'liq bo'lsin degandek-ku. Tamam. Amaliyotda bu Uyg'urlarning siyosiy aktivligining masalasi. Mao hukumatning umumiy qurilmasi hozir qurilmani tushundirish, ya'ni bu yerda sud mahkamasining gapini nima qilgan taqdirda parlament ekselninki sud mahkamasining tarmog'ida saylam komiteti, xalqqa mulozimat qiladigan komitet, chet ellar bilan bo'lgan munosabatni tanishadigan komitetlarningki bir diagrammasi bor, o'zaro bog'langanchu. Bu yerda bosh ministrning umumiy huquqiga qarasak, bu yerda ma'rifga, alayda iqtisodga, hatto sog'lomlikqa, davlat bexatarligiga, hatto Tibetan Computer Center deb Tibetlarning o'sha kompyuter haqidagi
tədqiqatıga köngül veradigan bir gruppum barkan. Mana shu International Relation deb bir xalqaro munosabatda bir ishxonasi barkan. Bu ishxonasiningki xizmatlarini ko'rib baxtim. Kanada, Amerikadagi har qaysi xizmat o'rinlariga ehtiyojli odamlarning tizimligini Kanada, Amerikadagi Tibet tashkilotlari tizimlab chiqdi ekan. Shundan bular hozir Amerika, Kanadaga sestra lozim ekan deb oldi yilda bular eski sestra tarbiyalabdi. Sestralardan 700 necha odamni Kanada, Amerikaga yo'llabdi. Bu ishni bu qatimqi prezident nomzodi bo'layotgan nomzodlardan birisi qildi. Ya'ni mana Tashi Topkal deb qo'yamiz. Nayt kuchli prezident bosh ministr nomzodining biri, Sekyon nomzodi. Mushu turni tep chiqib qilayotganini hozir o'zimiz 2005 yılı chet elga chiqibdiman. 2006 yildan boshlab mushu da'vosi bildagi insonlarning shu beshida rol oladigan yoki aloqador deb qaragan kishilarning oldiga berib kaki sapulashqa bo'lsinmi arzisam mayli qanday proje bor deb mushu narsani da'vo qilganmanda shu chog'da. Ya'ni biz kelgusida nimaga ehtiyojli bo'lsa shuningga yarasak material olarak yerimiz olsa mushuning yo'llandisanglar deb izlanganman. Ammo haqiqatan bu boshqa qilib bo'lgan ish ekan mana. Bu yerda shu qarab bakinglar, bu bizninkidagi dehqonchilik ministrligi, u ministrlik bu nurg'un neft ministrligidan tortib quryapti ba'zi hukumatda atalgan organlarimiz. Bu yerda amaliyotda biz neftimiz bormi, boshqargan neftimiz yo'q. Undaq bir quruq nomning hech nimaga lozimi yo'q hozircha. Hozir biz ko'ngil bo'lgan masala nima desa, bular o'zining hukumatga kirayotgan iqtisodiy masalalarni, andin xalqni siyosiy jihatdan tarbiyalashni, andin xalqning diniy va madaniyat masalalarida davomli chet eldan ilinadigan, masalan, bu din davlatlardan oladigan yordamlar nihoyat ko'p bularniki. Bu to'g'riliqmi, yana keyin programma qilamiz imkoniyat bo'lsa, o'zimiz yetishib bo'lmay qolganmiz bu ba'zi masalalarni. Men bu ishlarning türeyilayotgan ba'zi turlardan bir o'ginay deb bularning ba'zi dokladlarini tayyorlab tirishib beqiyotimiz, ammo turli sabablar bilan bir muvaffaqiyat bo'lmay qoldi. Bu qolsa buni o'rtoqlashimiz inshaalloh. Bu yerdagi xalqaro bilan bo'lgan munosabatga ko'ngil berishning darajasi va kompyuter jihatda Tibet yoshlarini tarbiyalashga ko'ngil berish masalasi. Tibetning internet betlari qarasangiz bilasizlar, nihoyat mukammal. Tibet fondining tor betlari bo'lsin, Tibet yoshlar qurultayining fondi nima tor beti va yoki Tibet quyoshi deydigan bir necha bekatlar andin Tibet gezdiğin Tibet'ten mal mülkünü setip aladigan her xil tur bekatlar var. İnternet sahaları, chet eldagi Uyg'urlarning internet sahalariga qaraganda texmi ilg'or va qo'llanishdan. Bizning vatandagilar bek o't chiqarib ekan to'rbatchilik sohasida. Ammo vatan sirtidagilardan nima kelib ketammiq? Bir Şebnem yoki diyorim to'richilik bir to'r barpo qilib ololmadik. Hozircha menimcha shu Facebookning Uyg'urcha qatorliqlarmi bizning ash ommaviy aloqani o'zini chiqadi. Ammo Tibetlarning kompyuter sohasi qilayotganda bular bir tarafdan o'zininki to'rbatlarini har qaysi sahnalarda bo'lmagan mazmunlar qilmasan, Tibetning qolgan kiyim-kechigini yoki bayrog'ini siz internet orqali sotib ola olasiz deb shopda bir bekitib olganki, nihoyat mashhur. Tibetlarning an'anaviy kiyim-kechaklari, net 100 xil kiyim-kechaklari bor ekan, bularning ash kiyim-kechaklarning har qandig'ini asosan bularning bekitini topib bo'ladi. Adres müşkatım kullanan bir özgert bir avaz veriş sistemisini Tibet Waters'ta bir bekat yasap çıktı. Bekatın yaslı seviyesini karşısam mı? Xil yukarı seviyede yasılıp dendi. Hazır bizim teşkilatlarımızın ki tor bekatları qarab baksak, texundaq bir kol serip ersaydilik bilen bir materyal olap karşılanan az görümüz. Bu mu bizim teşkilatlarımız köngül bildiğin bir mesele. Andın hazır yeni düşsek biz köngül bildiğin Tibet parlamentinin kurulması düşüşümüz hazır. Mao Tibet parlamentidagi o'rindiq 43. Bu 43 degan sonni Tibetlar bak yaxshi ko'rdi ekan, nima 43 deysizlar desam, bu burun-burundan tortib shunday bir bizda xususiyalarni 40 degan sonni cho'ng bo'ladigan bir an'ana bor-ku, 40 chiltan deb qo'yilgan. O chiltanlardan qutub chiqarib, qutubdan shayx chiqarib bu xil etmagan bir an'anasi bor. Shunga o'xshab ketgan bir an'ana bor ekan. Bularda 13 diniy mazhab bor ekan. Seyraqdan, Qizildan, Oqdan deydigandek andin rayonlar bo'lingan shakllar bor ekan, ibodat usullarida ba'zi farqlar bo'lishi kerak. Bu diniy mazhabning har birisi bir rayonga vakil bo'ladigan bo'lgandan keyin bulardan birdan vakil bor ekan. Bular albatta har birisi albatta a'zolarninki, ya'ni o'ziga tushgan ovoz sharti bor bularninki. 1000 ovoz bilan Tibet parlamentiga kira oladi bular. 1000 ovoz yig'ish kerak bir odam men kelaman desa. 1000 odamning ismini berish kerak. Meni qo'llagan 1000 odam debchi. Bu 2016 yil belgilangan belgilama. 1000 odamning belgitini chiqqandan keyin Tibet parlamentida bir kishi o'rin oladi bular. Ma Tibet Xalq Demokratik partiyasi degan partiya hozir hokimiyat besh par Lobsang Sangana partiyasi shu.
bu partiya Tibet Yoshlar qurultiyi tarafidan qurilgan. Tibet Yoshlar qurultiyi bir NGO non-government organization bo'lgandan keyin bu o'zi bevosita siyosat tuzishga qatnashib bo'lmaydi. Unda boshqa ular o'zining siyosiy partiyasini barliq keltirgan. Tibet Xalq Demokratik Partiyasida buningki 5000 a'zosi bor ekan hozir. Buningga Tibet Yoshlar qurultiyining oqsab turayotgan 30 mingdek odam va bular destek bo'ladi hamda. Tibet Yoshlar qurultiyining siyosiy gavdasi deb qarasak, Tibet Xalq Demokratik Partiyasi. Bu yerda o'yin o'ynash qoidasiga qarasak, Tibet Yoshlar qurultiyi bir NGO. Bu bir non-government organization bo'lgandan keyin o'zini men siyosiy partiya emas, men hech qanday siyosiy tus olmadim deb turib, Hindistonning barliq ijtimoiy aloqa organlarida, madaniyatga beradigan yordamida, taraqqiyotga, sahiyaga, qaysiyaga beradigan yordamlarda og'zini kamodaga ichib bordi, men degan siyosiy organ emas debchi. Lekin o siyosiy organni Tibet Xalq Demokratik Partiyasini bular yiltizdan uzoqlantirdi. Mahiyatda Tibet Xalq Demokratik Partiyasi Yoshlar qurultiyi tarafidan barliq kelgan bir siyosiy gavda. Şoňa Tibetler özününki iqtisodiy manfaat oladigan gavdasi bilan mustaqillik kurishini qiladigan yoki siyosat o'ynaydigan gavdasini ustuq bilan yepig'liqchi bular. Ya'ni ochiq holatda ayrim, yepiq holatda bir. Ha, shunday. Buni hammadan bilib bilgan fakt kerak-da buningga. Agar xalq masalan Tibet Xalq Demokratik Partiyasi deb o'tirib chiqsa, bu Hindistonning qonuni bo'yicha Xitoy bilan bo'lgan diplomatiya aloqasining qonuni bo'yicha buning a'zolarining holidan xabar olish yoki buning iqtisodiy yordam berish Hindistonga nisbatan ig'ir bir boshag'ir bo'ladigan masala bu-chu. Ammo Tibet Yoshlar qurultiyi bu. Tibet yoshlar bor, buning 30 ming a'zo bor. Bulunmuş madaniyat, ma'rif, o'zining siyosiy huquqini talab qilish kishilik huquq faoliyat bilan shug'ullanadi. Sho'ng buni hech kim bu siyosiy guruh demaydi. Faqat Xitoy qo'tildapoq ancha-muncha. Ammo u baribir o'zini men NGO deb turib olgandan keyin NGOga qarata xalqaro qo'ygan talablari bor. O NGOga berilgan yordamni hargizmi Xitoy kökemli qilib xalqaro sotga chiqolmaydi foyda bo'yicha. Ham diplomatiya masalasida to'sqinlikqa aylantirolmaydi-chu. Ammo bu Xalq Demokratik Partiyasi Tibet Yoshlar qurultiyining siyosiy g'oyasini ishga oshirayotgan bir partiya. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, biz yana Tibet Xalq Demokratik Partiyasining shuarlarida ko'ryapmiz, Xitoy bilan dialog qilishni o'zining mustaqilligiga birinchi modda qilmoqlik bo'ladi. Bu hisobda qayandan kelsan shundan tayyorlik bor degan holat o'tib bo'libdi ekan bular. Ya bular mana siyosatning o'ynashni bilganlarga nisbatan og'zida kulki chaqchaq, qo'ynida palto pichoq bo'lmog'i lozim. Bizning og'zimizda palto pichoq, qo'ynimizda hech nima yo'q-ku bizning. Chonib bitimi, o'ltirib bitimi deyapmiz, degishyapmiz-ku. Hech kimga bir ish bo'g'ini yo'q. 70-80 yildan yoqi. Shuni o'zimiz qilamiz da. Sabir bodan o'ltirayotgan bir odam chiqmadi deb qo'yibdi, Abduvali hamma odam qoqshab ketdi, sen Uyg'urlar terrorchilikni qilmoqchisan deb. Lekin qurol kuch orqali besh qilamiz, hammadan var tovlaydi. Tibetlar qurol kuch orqali vatani ozod qilamiz demidi, 10 ming askari bor. Suhbat orqali bir taraf qilamiz deyapti, lekin mustaqillik uchun ovoz bergan 30 ming odam bor-da. Shuarning qanday qilish gap, tayyorlig'ining qanday qilish boshqa gap. Urushni shuar qilmaydi, tayyorlik qiladi. Shuning biz xalqdan izchil tayyorlik qilishni o'rganaylik, har bir kunimiz zakat demayli deyapmiz. Bizning chatlarda o'rganishimiz, bizning iqtisodiy jihatdan kuchayishimiz, bizning shaxsiy siyosiy bilimlarni o'rganishimiz ve özümüzün tarihi münasebet bilimlerini öğrenişten birlikte xalqaro vaziyatdan, tashkillanish bilimlerden yeni fikirlerge erişişimizden hemmesi ameliyatda bizning mustaqilligimizni uzuqlandırgan bir o'g'it. Biz pichoq bilash bosqichini ko'zga ilmayapmiz-da. Nurg'a odamlar sizlarning partiya nima ish qildi deb so'raydi. Bizning partiya pichoq bilayapti shu. Palto bilayapti, o'tin kaslash uchun. Gal palto bilan ish o'tkazolmaydi ekan. Şoň biz tak bileýmiz takraruruz, taki aşy muş paltyny emdi çapsam, hiç olmaz 1 santim bolsa ütüdi digen ýagçylyk paltyny bileş gerek bolur. Şoňa menimçe bu jarýanlarda siyasi taktiki meselesi bilen hal qilguvchi meýdandaky siyasi ifade meselesini näýeti ýaşy berk etиш gereken dep gardım. Tibet Xalq Demokratik Partiyasining kilip çykyşyny Tibet Ýaşlar Qurultaýy, Tibetde Ýaşlar Qurultaýynyň kilip çykyşy eýni wagtda Dalai Lamanyň Tibet dinini öwrendiren ýaş lamalarynyň mektebendi. Dini mektepning o'quvchilaridan paydo bo'lgan bir jamiyat hamda. Endi Dalai Lamanyň Tibetning mustaqilligini yo'qitib qo'yishida ig'ir bir mas'uliyati bor. Xitoy Kompartiyasi zo'lida deb turib oldi, amal yo'q bo'lib qoldi debla Tibet armiyasi yo'qildi, Tibet puli to'xtaydi, Xitoyning pulini o'rtaq xashlaydi degandek bir o yatmadlikmi bir kelishim bularning Xitoy bilan tuzgan o yatmadlik tinchlik kelishimi deb. Aşırında Tibetni Xitoyning bir parçası deb e'tirof qilgan yeri bor, mangulik bir parçası deb e'tirof qilgan yeri bor. Endi keyin Dalai Lama men besim astyda qantim, amal yo'q qantim deb xalqaro sudga arz qo'yib, u kelishimning beka qilinganligini xalqaro sud tarafidan isbotlab qo'lga keltirgan bo'ldi. Lekin nimani qilmasa ayat barmoq izi va imzosi va atrofida bir to'p odamning api avangchining vakili bo'lib Beijing berib turib, Tibetlar sizni qarshi oladi deb mavzuni quruq so'ygan narsa bo'lgandan keyin bularning ba'zi bir tarixiy
kaldıkları hazır kadar dalanamanı aldırıp bir siyasi tosalı buluvatıdı da. Yani bu noktadan bu da şu hazır kadar tak ağzıda bu külük çakçakını totatqını yok. Xitay bilen sözleş degan gap barlıq partiyalarning Tibet partiyasida o'tdik ku bu bir ashaddiy satqın bir partiya endi. Hozirgi avtonomiyadan qanoat qildi bir partiya. Bularning shakli bo'lishi mumkin, mohiyati bo'lishi mumkin. Mohiyatini men bilib qolmadim. To'g'ri bunga munosib materiallarni oid ozgan internetda bir necha yillar bilan Tibet Xalq partiyasining vakillari bilan aloqalashgan bo'ldik. Rahbari bilan ko'rish imkoniyati bo'lmadi, ammo bir so'zchisi bilan azroq paranglashib fikr almashtirgan bo'ldik. Qarasam, menga yana shu so'zlashimiz Qoral bilan ilishib kuchimiz yetmaydi, ya'ni bizni Xitoylar so'zlashishdan boshqa yo'limiz yo'q deydi. Aqamda mush gap desak, aqmisimu boshqa yo'l yo'q deb turibdi. Davli bizniki. Biz so'zlashimiz deb tursak, biz Xitoyni mat qila olamiz deb qaraydi ekan. Biz so'zlashimiz deymiz, Xitoy beshni ichiga tiqib oladi, shundan xalqaro biz o'tmaymiz. Nocha olsan kel so'zlashimiz deyapmizku, chiroyli gap qilib hal qildi deyapmizku, sen nima qilib qat so'zingni degandikin xalqaro jamiyatda biz aktiv o'tmaymiz. Şoň biz söhbetleşip dep Xitayny söhbetleşikki zolaş, emniyetde Xitayny kanuni jihatdan mat qilishni ibarat bizning bu taktikimiz dep turyapti. Ammo o'zining bir mustaqillik aşnası ekanligini taqa menga dep bermedi. Şu kadar Şahsiy paranglydymı? Yani ayrım paranglydymı? Yani özü başulap meňwatkan yol, iqim, pikirinin karşısıga gep çıkmadı yani. Bu atılgan bir işlem bulmadı. Bu yerda andın ma dini mezhep vekillerini oruna qarsak, bu dini mezhep vekilleri ma'lum jihatdan bu Tibetlarning madaniyati va shu parlamentning sapligi vakillik qilgan bir organdagi rol o'ynayotganda, o chunki aldirab o'zgarib ketmaydi ma dini mezhep vakillari-chi. Har qaysi masalan sizning o'rningizga sizning hukumingiz chiqadi degandek bu xil shaklda, aslidagi mazhabning odamlarning 10 yillik vazifa o'tash muddati to'shsa, uning qashirki muavinni chiqarib qo'yganda, 2-3 odam bilan tugaydi ki 30 yilda. Asasen ben qarasam aldın qaradımı, 2001 Lobsan Sangay çıkıştım burunki tenzigimde. Onu 10 yıl vazife ötgen, Lobsan Sangay'ım 10 yıl vazife ötedi. Endi maqatim çıkıştım, 5 yılda bir saylan bulurdu ama asasen hakimiyet beşlik adam utup ketip da bularınki. Şoňa Tibet parlamenti orundaqlyk meselesinde men kelgusidagi bizning Şarq Türkistan parlamentidagi orundaqlarni muşnaq bir orunlaşdırılı bolsa dep oylap qaldım. Bununla chet el döwletlerininki aralashışı veya ki Xitayning jasuslik yürgüzüşü qatarlıq meselelerini ko'z tutgan mezgilde uni hal qilishning chorasining biz yanıla şu xalqning siyosiy qatnashish aktivligi meselesi ekanligini. Masalan, bir yer 100 odam bo'lib, buning 10'i Xitoyning adami bo'lsa, to'g'ri, hammasi Xitoyning adami bo'lmaydi-ku. Eng ko'p bo'lgan chog'da 5-10% bo'lib Xitoyning adami bo'libdi, 1-2% deb turlar. Ammo haqiqiy sog'lom, haqiqiy Uyg'urlar, samimiy va vatanparvar Uyg'urlar siyosiy sapga kelmaydi. Avaz berishga qatnaşmaydı. Təşkilat xizmetinden icraq turib alıdı. Şunun bilan aktivlik huquqi satqınlarını qo'rq markazlashib qoladi degan gap. Anda vakin sen bazarni o'ngchi berdim degan gap bu rodpaylarga. Şoň bu yerdik Uyg'urlarning siyosiy tashkilotda qatnashish masalasi, yana qatnashish qizg'inligi masalasi amaliyotda bizning vatanni munofiqlarning qo'lidan tortib olish ko'rishning bir qismi bu-chu. Şoňa qanchaki ko'p odam saylov huquqini yurgizsa, qanchaki ko'p odam tashkillanish xizmatiga kelsa, bizning vatanning davosini shunchalik xalq o'zining qo'lida tuta oladi. Shunchalik sog'lom etman bo'ladi. Shu masala bizning uning yamanlab, buning yamanlab hech qanday tadbir qo'llanmay, o'zimizning sap tutmay, g'otildab qo'yib buningda o'tirishimiz bilan chiqyapti bu masala. Bundaq bir parlamentning bo'lishini yana o'xshamagan mustaqillik tashabbus qarindoshlarımızdan o'xshash bir parlamentdagi bir qurilma hosil qilishini biz dastlabdan tortib hozir tashabbus qilyapmiz. Partiyaning qurilishi shunaq bir zaruriyatdan bo'ldi. Amaliyotda bu taklifni biz ayni vaqtda Seyitimizdagi efendimiz bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan surgun hukumatdagi hatto kurash kamdan tortib o'g'lam kamlar bu qadar fikrlashib baqdik, ammo umuman bir fikr birligi hosil qilolmadik. Turli tuman sabablar bilan. Ammo bu bir mening umidim, ya'ni Uyg'ur xalqi mana shunday bir ko'p sonli Uyg'ur safarbar qilingan. Bizmi Tibetdek deb turli, garchi sonimiz Tibetdek uchasi ko'p bo'lsa-mu, bo'pti 80 mingmi demayli, 8 ming odam bilanmi bo'lsa barliq kelgan bir parlamentni barliq keltira olsak, shunday bir o'zimizning ma'naviy davlatini garchi tuprog'i bo'lmasa-mu, bir ma'naviy davlatni qurib chiqarsak, bu g'oyat zo'r bir ish bo'ladi bizning siyosiy hayotimizda. Ayni shu chog'da biz ondan mustaqillik uchun tayyorlangan va boshqa masalalar haqida eg'izicha salohiyatga ega bo'lgan bo'lardik. Hozir biz nurg'un gaplarni devatimiz, amniyat ba'zi gaplar deydigan gap emas. İşte bu-chu. Biz ishni divitib barimizda qilmay. Yani ki deyilişi, süpetlenishi herkes ondan olmaydigan ish ekan o. Cinimiz vakıp söz işimiz ama işni
chekiga chiqarib qilishimiz kerak ekan. Gapni eng kichik yerdan qilamiz shu asli. Ma siyosat deganda qapomaki deb turib bozilayotgan bir ish bor. Ayni vaqtda Yoqubbek Xotan podshoh Ebullo hocamni men sizlarni ziyorat qilib edim, nomlarini oldim, topanlarga bir qatim söymisam ömrüm haram tutur mening deb turib bilib. Yaqin vaqtda voy hojim deb eslib patanlarga usuyib puturga usuyib ketgan keyin hojim ta'sirlanib ketib, kapiga kiritganda men biz sizlarni tavab qilib olay desa. Shundan kapiga kirib bo'g'ib o'ltirib etib, voy hojim bir kun uxlaydigan bo'lib qoldi, sizlar qaytib turinglar deb askarlarni qaytarib etib, 2 kun bo'lgan Xotan hujum boshlagan bir ish bor. Meşhur bir tarix. Buna o'xshash misollar ko'p uchraydi. Endi xalqimiz siyosiy qizg'inlikni amalga oshirmay turib, siyosiy qatnashishni, tashkillanishni amalga oshirmay turib, mayli 4 odam bo'l, mayli 5 odam bo'l, sen cho'qim tashkillanishing kerak. Sen cho'qim tashkillanib bir odamni o'zingni vakil qilib o'tirib chiqishing kerak. Bu odamning oz yoki ko'pligi vakillanmaydi, sen qot qilgan bilan masala tangatmoqchi. Siyosat tashkillanishning masalasi bu. İngilizcelik politik degan gapmi, Xitoychilik jang degan gapmi, ratlanish degan gapchi. İnsanlar rətlenmey turib, səpki çizilmey turib, siyasi səpmi şəkillenmeydi, hərbi səpmi şəkillenmeydi. Yani parlamentin umum kurulmasını görüyatmız. Hazır pəs düşsək, parlamentin bir parça resimini gördüm. Hazır siz açtınız, ben iki partiyanın namzatı. Aldığım tatımki iki namzatı şu yani. Mao PEN partilerin degen, Mao Lobsan Sangay'ın aldığım tatımki sayılımı bu. 41% değil mi? 48% bu kaldı bu da emelli 48 bilen tutup koydu Mao. Bunun qarap olduğunu. Bunu bizle oturup hizmet kılıp atıdı şu. Bu parlament ornu var. Bunun bu yardım 13 adamın başlığı da bu parlament oturup atkan. Partiyasının ornu var. Tibet Halk Partiyasının rehber olup atkan. Hem bizde hazır kadar depremin bir gruptan çıkarıp itilgen bir adam yak saylamda mağlup olan bir adam saylamda yüzünü tutup yeni bir adam bilen robra oturup hizmet kılıp atkan iş bağımı. Kötü kaskanında taşıyıp yüz ayrım hükümet kurandı ya onda dükkanını ayırıp çıkırken ha. Bizdeki esil peziletken bu. Ya bu bir siyasi ahlaksızlıkçı. Bu bir emeliyatta bayağı hep ötkünümüzde rıkabetçilikten mi ahlak olurdu. Ağzını buzmaysa, kişilik izzetke tecavüz kılmaysa, özünün kaydısına devamlı sözleyse, kolundan kilişçe etrafından kaylı kılışka siyasi formlarını oturup kişilerin vatanperverliğini uğrup çıktırışsa. Hem de bu yer bundan bir sebep var. Hakikaten şu sırtın kelgen besimler tüpeyli, Andın bulupmu Uyghur halkının yeni şu günahını özümüzge geliş doğru keldi. Milletimizin siyasi katmış tutkan pozisyasının yetersizliği tüpeyli'den bayağı degenimizde münafıklarının siyasi aktifliği yukarı ama vatanperverlerinin katmış kızgınlığı tüven boğanlıktan müşnak bir işler olup kalsa münafıklar aldığı köp çıkıp bilip o siyasonlar bir septe özün meydanı ifade yapmaya kalırgan bir ahvaldan korkuş tüpeyli etrafındakilerini koruş, birbirinin gumanlanış şunun bilen andın hem beyler ayrım çeşilip geçiştek manda bir mesele var şu. Bundaq bir ehtimallığım yo'q chiqa olmaydi. Ammo meningcha hammani ishni planga qarasak, ishning qilinishiga qarasak, odamlarning sog'lomligiga bir-birlab qarasak, bo'lib aktivligini asosiy nuqta qilsak, aktiv emas odamlarni odam qatoridan chiqarib yutib turib, qatnash qizg'inligi va fikr bayon qilish qizg'inligi va yozish qizg'inligi va odamlarni kuchli atrofimizda to'plasak, bir odam necha 10 odamning kuchini bera olishi mumkin. Shuning bilan bu yerda bir barabar bir demokratik muhitni yaratqili bo'lish mumkin. Tibet saylami ishxonasini torbetini alaydan chiqarib qo'ydim. Smartphone Tibetdan mushqatimliq saylamga ovoz berishni qilyapti. Biz ovoz berolmaymiz albatta. Bu yer bizning pasportimiz bo'lmagan. Ham buningki hozir biz ikkinchi batga o'taylik, mana keyin bir narsaga. Lobsan Sangay saylangandan keyin ba'zi bir xodim tangshash epadi, ministerliklarni tangshash degandek faoliyatlarni epadi-da. Ministerlik muşunu qo'lga olgan ekan. Shuning bilan bu o'ziniki raqobat nomzodi Mao PEN partiyaning shu chaqda iqtisod boshqarib o'tgan parlamentdan bu vazifasini elvatdi buni. Elvatgandan keyin bu PEN partiyaning qo'llovchilari bu tizerinni nima qilib bekor qilib berishdan deb bu yerga namoyish qilib o'ltirib olgan ko'rinishi mana shu Tibet parlamentining oldiga beribchi. Buni men ingliz Tibet jurnal degan Tibetlerinin xəbər elan qılınan bu bekatdaki xəbərdən aldım. O ekrandan kesip alған görünüşmüş o. Yani bir bölük Tibetler zonaya karşı, Lobsan Sangay'a karşı namayiş qildi degan bir görünüşken qarab bakınlamanı. Mala ameliyatta Lobsan Sangay'a avaz vergenler. Lobsan Sangay'ın baş minister kendini itiraf qilib turib, şunun baş dölavat qademler bu. Mana Mao puhra oluşunun ahlakı şu. Sen karşılık fikrini desen buludu, başlık senin karşı fikrini kubul kılıdı veya kubul kılmaydı, sen narazılığını ifade etsen buludu ama sen puhralık mecburiyetini öteştin başlatsan bulmaydı.
Bunu biz ögünüdüğün ve bizim rehberlerimiz ögünüdüğün bir mesele dep qardyk.